Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Төәндә тәфсилле мәзмунларны диктанларга sunumuz. Tramp hakimiyeti Somalilandni e'tirof qildi ekan. Sharq Turkiston surgunda hukumatı Tramp hakimiyetidan Sharq Turkistonni e'tirof qilishni talab qildi. Yahoo xabarlarining 11 dekabr kunidagi xabariga qaraganda, Tramp hakimiyeti rasmiy ishga tushganda Somaliland davlatini e'tirof qildi ekan. Somaliland Somali davlatining ichidagi bir avtonom rayon bo'lib, Amerika Cumhuriyetçiler Partisi, Amerika Afrika siyosatining rahbarlari Washingtondagi o'ngchil aqllardan biri va Trampning yangi Oqsaroydagi Afrika maslahatchilari orasida bu rayonning mustaqilligini qo'llash kuchaygan. Somalilandni e'tirof qilish Amerika axborot organlarining qurol harakatini izqo'g'lash va Xitoyning muqimsiz rayondagi faoliyatini nazorat qilish uchun uzun muddatli harakat olib berishini kafolatlantirgan. Bu Amerikaning Yamandagi Xusi faoliyatini texnik yaxshi nazorat qilishga qulaylik yaratgan. Xitoyning qo'shni Djibutida mangulik harbiy bazasi bor bo'lib, Somalilandning Berbera porti Djibouti bilan Yaman o'rtasidagi Aden qo'sqidagi Bab al-Mandeb bo'g'zi rayonidagi mol va harbiy mulklarni to'sishga halqaliq to'sish bo'g'zi ekan. Bu fikrni qo'llaydigan bir qism kishilarni o'z ichiga olgan Amerika Afrika kuzatuvchilari agar Tramp Somalilandni e'tirof qilsa, Somali, Efiopiya, Djibouti va Eritreyani o'z ichiga olgan Afrika minguzi rayoniga buzg'unchilik qilishi mumkin degan. Sharq Turkiston surgunda hukumatı ijtimoiy axborot vositalarida Tramp hakimiyetining Sharq Turkistonni e'tirof qilishini talab qilib, Amerika davlati Tramp hakimiyetini Sharq Turkistonning besilgan davlat ekanligini e'tirof qilishni talab qilamiz. Sharq Turkistonning mustaqilligi, xalqining o'likini asli keltirish kurishini qo'llash Amerikaning prinsipi va asr davlatlar qonuniga uyg'un dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumatı oila, ayollar, yoshlar kishilik huquq ministrligi 10 dekabr kishilik huquq kuni munosabati bilan xalqaro jamiyatni Sharq Turkistonda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilik, Xitoyning Sharq Turkistonga bo'lgan ishg'oliyatini oxirlashtirishga chaqiriq qildi. Sharq Turkiston surgunda hukumatı oila, ayollar, yoshlar kishilik huquq ministrligining ministri Gulvariyam To'xtaxonova xonim ijtimoiy axborot vositalarida e'lon qilgan bayonotida Sharq Turkiston surgunda hukumatı xalqaro kishilik huquq kunini xotirlash munosabati bilan ishg'oliyat va mustamlika ostidagi Sharq Turkistonda Xitoy sodir qilayotgan og'ir inson haqlari dafsanchiligiga alohida ahamiyat berdi. Xitoyning ishg'oliyat tuzumi xalqimizning hayotligi, erkinligi va bexatarligiga aloqador eng asosli huquqni davomli dafsanda qilib keldi. Ayollarimiz tug'mas qilib etildi, yoshlarimizning mingsi yuyildi, oilalarimiz parchalanib ketdi, xalqimiz majburiy emgakka selindi. Keng ko'lamda tutqun qilinib, irqiy qirg'inchilikqa duch keldi. Butun jamiyat vayron qilindi. Qadimgi madaniyat, kultur sistemlik turda yo'qotildi. İnsan haqlari ayrim bir narsa emas, balki tug'ilishdan inson sahib bo'ladigan, qo'ldan bermaydigan narsa. Xitoyning mustamlikasi ishg'oliyati ostida Sharq Turkiston xalqi huquqidan boshqa yana mavjudligidan mahrum qoldi. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish, kishilik huquqni qo'g'dash va millatimizning mavjudligiga kafolatlik qilishning birdan-bir yo'li. Sharq Turkiston xalqining mustaqilligini asliga keltirishiga va kishilik huquqqa erishishiga yordam berish axloqiy majburiyati bor. Sharq Turkiston surgunda hukumatı dunyoni Xitoyni insoniyatga qarshi va irqiy qirg'inchilik jinoyatidan javobgarlikka tortishga chaqirdi. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish adolat masalasi bo'lib qolmay, xalqimizning mavjud bo'lib turishining ehtiyoji dedi. Kanada Xitoy katibashlarga kishilik huquqni dafsanda qilganlik uchun jazo yurgizgan. Kanada Yer shari ishlari xabar to'rining 2024 yili 12 oyning 10 kuni e'lon qilgan xabarda aytilishicha, Kanada 12 oyning 10 kuni xalqaro kishilik huquq kuni munosabati bilan dunyoning har qaysi joylaridagi kishilik huquq dafsanchiligini ayblagan. Kanada Tashqi ishlar ministrligining ministri Melanie Jolie alohida iqtisodiy tadbir mezoniga asosan kishilik huquq dafsanchiligiga chetishliq 8 nafar sobiq va hozirgi yuqori darajalik Xitoy katibasiga jazo yurgizganligini e'lon qilgan. Bu jazo Xitoy hukumatining Sharq Turkiston, Tibetdagi Xitoy osonliq deb atab olganlarga, Falun Gong bilan shug'ullanganlarga qarata bostirish yurgizganlarga qaratilgan. Kanada Tashqi ishlar ministri Melanie Jolie Kanada atalmish Xinjiang va Tibetdagi kishilik huquq dafsanchiligi, shundaqla Falun Gong bilan shug'ullanganlarga qattiq ko'ngil bo'ldi. Biz Xitoy hukumatini bu sistemlik zulm harakatini oxirlashtirib, xalqaro kishilik huquq majburiyatini ado qilishga chaqiramiz degan. Minister Jolie 2024 yili 7 oyda Xitoyni ziyorat qilib, Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishib, Kanada Xitoy munosabati, kishilik huquq va murakkab dunyo, shundaqla rayon xarakterlik masalalar to'g'risida suhbatlashgan.
2021 yılı 9 ayda Kanada Xitayning atalmış Şinjandagi kishilik huquq dafsanchiligini hal qilish uchun majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan tovarlarning Kanada va yer shari ta'minlash zanjiriga kirishidagi xatarni hal qilishdagi yangi tadbirlarni e'lon qilgan. 2021 yılı 3 ayda Kanada alayda iqtisodiy tadbir nizomi chiqarib, Xitoyda sodir qilingan ig'ir va sistemlik kishilik huquq dafsanchiligiga qarata Xitoy katibaşlari va Xitoyning organlariga jazo yurgizgan. Şarkı Türkistan sürgünde hükümetining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyer apandi Şarkı Türkistan sürgünde hükümeti Kanada hükümetining Kanada tashqi siyosatining ishg'ol qilmagan Şarkı Türkistan'da irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoy katibaşlariga jazo yurgizganligini tabriklaydi va boshqa davlatlarning Kanadadan o'rnak olishini talab qiladi. Shundaqla Şarkı Türkistan'ning xalqaro jinoiy ishlar sudiga sungan irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoy katibaşlarini jazolashni talab qilgan da'vosini qo'llashga chaqiriq qiladi dedi. Çırağımı öçüdüğün çığda bir yenivelip öçüdü. Şunu inkar qılıp olmaydı ki, çırağımı öçüdüğün çığda bir yenivelip andın öçüdü. Sezai bazarida, xalq tamaşada, igizlarda ölüşneyin qavat söyümen, sırtmak yılan bek bolsa gelimni, ruhluk gözümde xalqımni körümen. Tırnak arasıdan kir izdigichiler, bular çoğun qılsa keltürelaydigan alavati şunçilik deyişidir. Əməliyyatda bu bir şərəf və məqsəd muraddır. Şu səbəbdən biz şəxsi adavət nöqtəsindən emas, bəlkə məhrum millətinin qayğısı və piğanının atomlarından tüzülgən cümlə sözlərimizni yazıb bütüşni çoğ məşğulat deb qaraymiz. Ta ki nurumuz öçkəngə qədər. Ayaq tərəfiga jut tekkan adamlarning urqidan türəlganlar ajoyib desa, hech narsani o'ylay olmaydi. Shundaq bir guruh odam tuxumlari borki, hamisha degidek yangaq chaqarda do'st bo'lib, Padabaqarda ayrılıb alıdı. Hatta bunu kesip qılıb alğanlarmı var? Acaba bu qandaq kesip? Acaba bunu qılıb atqanlarda şərəf degan narsa barmıkin? Cavab şu ki, yo'q. İnsanparvarlik degan bundaq narsa emas. To'g'risi, bundaq kesip qılıb atqanlarni manfaat qalandarining kesibini qılıb atıdı desa bo'ladi. İnsan ruhida vijdon deydigan bir narsa bor. Şuna insan öz aqli kamoli va vijdoni bilan o'ziga bir nishon belgilab olishi lozim. Jon chiqib ketadigan ish bo'lsa-mu, o'z nishoni yo'lida o'lsa, shuning o'zi inson uchun sharafdir. Manfaat qalandarlarining sifatiga loyiqlashib qolganlar ko'pincha vaqtda xatolik sodir qiladi. Bundaqlar oq-qorani farq etmasdan manfaatga xuddi hojatxona chivinlaridek o'zini atadi. Bir masalaning asli xarakterining nima ekanligini ancha tekshirib ketmaydi. Bahar mavsumi kelsa, yeşil yaproq ko'kirib bo'lguncha darhol uningdan foyda olishni ko'zlaydi. Daraxtning yildiziga suv bordimi yo'q, uning hisobini qilib o'ltirmaydi. Tumuzchoqlarda bo'lsa, jini qayerning soyisini tarsa, shu yerga o'zini atadi. Manfaat qalandarlarining sufatiga ega bundaq kishilarning holiga voy. Ömür bo'yi jiq yumulinib olsa, balkim 3-4 palla yumulinib olar. Undan keyinchi mansab degan xuddi tosh ustida o'stirilgan gulga o'xshaydigan narsa. Uyning xo'jayini lozimliq deb qaraganda zinnat uchun biror piyola suv, oz to'la choyshamiz to'kib parvish qilib qo'yadi. Vaqti kelganda tashlab yetaveradi. U chaqda ko'klagan gulning yaproqlari mahrum qiyofatda salpishga duchor bo'ladi. Bu bir amaliy haqiqat. Shunga bir amaldorning o'z insonligini yo'qotib, tarix jinoyatkorlariga aylanishi hech qachon foydali ish jumlasidan emas. Nihayet 20 yıllık tarixda açılgan gözlerimiz nima ishlarga shohid bo'lmadi. Quloqlarimiz xalqaradan nimalarni anglamadı. Bugun ko'plagan kishilar real dunyoni ko'rib yetgan va tushunib yetgan bir vaziyatda dunyoning amaliy realligimi har tarafning o'z nishoni tomon ilgirlab menayotganligini ko'rsatmoqda. Bizning mag'lubiyatchiliklarimizning ko'pini asosan nishonsizlikdan kelgan deyishga bo'ladi. Gerçi saflarimizda nishon bordek ko'rinsimi, ammo bu nishonning ro'yiga umidsizlik, qo'rqoqlik elementlarining singib ketganligi ap-oshkora turmoqda. Bu nima degan sharafsizlik? Agar bir odamning nishoni faşistik bo'lgan taqdirdami, o'z yo'lida umidsiz bo'lmagan holda yurgan bo'lsa, yanala umrini sharaf bilan tamomladim deydi. Bu yerdagi masala shuki, yo'l qandoq yo'l bo'lishidan qat'iy nazar, shaxsning vijdoni ravo ko'radigan u yo'lda yurmakka lozim. Buningda bir sharaf bor. İnsanның ro'yi holatlaridan bilinmoqdaki, kunimizda bizni shu narsa to'xtovsiz azoblamoqda. U bo'lsa-mu, hokimiyatning charx paliki kimning qo'liga o'tsa, darhol shu yerda manfaat qalandarlarining paydo bo'lib bo'lishidir. Ammo shu aniqki,
Yüzsizlik ahirida hech kimga foyda olib kelmaydi. Biz bo'lsak, so'zimizni hamisha amaliyatimiz bilan birlashtirib kelyapmiz. Bizning vijdonimiz ravo ko'rayotgan yagona bir yo'limiz bor. Biz shu yo'limizni bo'ylab mengishni davom qilamiz. Musofir itning quyruqi qisqa bo'lar degan gap bor. Biz bu vatanga musofir emasmiz. O'z yurtimizda tug'ilib o'sgan qahramonlardurmiz. Bizning bu yo'limizga tog' davollarning to'salg'i bo'la olmaydi. Ko'z go'hrimizning chiroq nuri o'chganga qadar o'z yo'limizni bo'ylab shiddat bilan olg'a ilgirlaganimizcha mengaveramiz. Aytqanimizdek, chiroq o'chadigan chig'idimi bir yenib olib, ondan o'chidi. Manba Erkesti 266-son 1949 yili 30 aprel. Uyg'urchaga ag'dirg'uchi Burhan Muhammad. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.